Nexus 3 ga bitta komplekt yig'ib beramiz. Qaranglar, bu oka mikrofon, disk, radio, fleshka, bluetooth bo'lsin dedilar. Nagda disk ham kerak dedilar. 4250 model. Xususiyatlarini aytib o'taman. Mikrofonning o'zini ko'rinishi. Ko'rsanglar bo'ladi. Yuzi yechiladi. Radio, fleshka, disk, yuzi yechiladi. Komplektida pulti bor. Bugungi kunda bilasizlar, Pioneer eng zo'r zvuchanalardan biri hisoblanadi. Ya'ni zvuchanasi eng zo'r hisoblanadi. Ko'rsanglar bo'ladi. Bunga kolonkaga men bez usilitel tiniq chiqarsin dedilar. Harman Kardon kolonkasini maslahat berdik. Uni upakovkasini o'zi gapiradi. Upakovkasini ko'rsatib o'tmadi. U mana kolonkamiz bitta qaranglar. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu kafsalni hisoblanadi hamda estradni Tanbix kolonkasini beryapmiz. Buni ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana estradni Tanbix kolonkamiz. Nexus 3 ga shundoq qo'yiladi bu komplekt. Hech qanaqa usilitel boshqa narsa kerak emas.